Jamiyat taraqqiyoti yurt, millat taqdirida o'sib kelayotgan yosh avlodning jismoniy va ma'naviy barkamoligi, intellektual salohiyati muhim o'rin tutadi. 5 tashabbusning ikkinchi yo'nalishi yoshlarni jismoniy chiniqtirish va sport sohasida o'z qobiliyatlarini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratib berish masalalarini qamrab olgan. Chirchiq shahrida Toshkent viloyatidagi oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida sport musobaqasining viloyat bosqichiga start berildi. Xabaringiz bor, 5 tashabbus doirasidagi musobaqalar mahallalar aro tashkil qilinardi. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan endi bu yildan boshlab oliy ta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida 5 tashabbus sport o'yinlari o'tkazilmoqda. Ayni shu maqsadda Toshkent viloyati Chirchiq shahri Chirchiq davlat pedagogika universitetida oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida sport musobaqasining viloyat bosqichiga start berilmoqda. Voleybol, futbol, stol tennis o'rtasida ishtirokchilar murosasiz bahslashib, yuqori o'rinlar uchun intildilar. Biz O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetidan qatnashyapmiz. Biz sportning voleybol turidan qatnashamiz. Jamoamizda jami 7 ta o'yinchi ishtirok etadi. Biz bu musobaqaga juda ham puxta tayyorgarlik ko'rdik. O'zimizning universitet bosqichlarida ham o'z jamoamiz g'olib bo'lib, bugun viloyat bosqichiga yetib keldik. Bizning maqsadimiz bu viloyat bosqichida ham faxrli birinchi o'rinni egallab, respublika bosqichlarida universitetimiz sha'nini yuqori darajalarga olib chiqib, birinchi o'rinni qo'lga kiritish. Musobaqa hozirda ochilish marosimlari juda zo'r tashkil qilingan. Rahbariyatga rahmat aytamiz. Bu musobaqada bizning maqsadimiz bu yerda birinchi o'rinni olib, respublikada faxrli o'rinlarni egallab kelish. Hozirda men havaskor sportchiman. Kelajakda voleybol bilan muntazam yanada shug'ullanib, o'z mahoratimni oshirishda harakat qilaman va shunga erishaman degan umiddaman. Sport musobaqasida 8 ta oliy ta'lim muassasasidan jami 300 dan ortiq ishtirokchilar qatnashdilar. Tadbir so'ngida yuqori o'rinni egallagan ishtirokchilarga qimmatbaho sovg'alar tadbir tashkilotchilari tomonidan taqdim qilindi. Bu kabi sport musobaqalari tashkil qilinishi nafaqat sog'lom turmush tarzi, balki O'zbekiston kelajagi uchun yangidan-yangi sportchilarni kashf etilishiga olib keladi. O'tkazilayotgan ushbu sport musobaqasida 5 ta sport turi jamlangan bo'lib, bu sport musobaqasi Toshkent viloyati 4 bosqichda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Birinchi bosqich bu fakultetlar bosqichi, bundan tashqari oliy ta'lim muassasasi bosqichi hamda mana bugun viloyat bosqichi. Ushbu musobaqada faxrli o'rinlarni qo'lga kiritgan demak yoshlar Buxoro viloyatida o'tkaziladigan 5 tashabbus olimpiadasini respublika bosqichida ishtirok etish uchun yo'llanmalarni qo'lga kiritishadi. Aynan ushbu sport musobaqasida bu yil oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida 5 tashabbus olimpiadasi birinchi marotaba o'tkazilyapti. Birinchi marotaba o'tkazilishiga qaramasdan viloyatimizda qariyb 13 mingga yaqin talaba yoshlar sportning 5 ta turi bo'yicha ishtirok etishdi.